Biza tomonidan yordam, umumiy massaj, LFK mashqlari, suzishga boradi, nevropatologga dorilarni o'zi ular beradi, ichishadi va hozir bunga oyog'ini bittasi kalta-ku, mana bu holatda turmasligi uchun, ertaga umurtqada skolioz boshlanmasligi uchun o'ng oyog'iga kalta oyog'ini tagiga stelka ortopediskiy yasab berishadi. Ya'ni plaskostopiyaniki emas, просто necha santimetrga mana kalta bo'lsa, shuncha balandlikda yasab berishadi. Xo'pmi? Обязательно yasab, usiz iloji yo'q. Agar hozir bolani oyog'ini uzun kaltaligida faqat farqi bo'lganda, bu ortopedlarning ishi bo'lardi. Ya'ni xirurgik jarrohlik yo'li bilan kattaroq bo'lganida hozir qilmaydi uni operatsiyasini. Bu yerda ko'rib turganingizdek, mushaklarni ingichkaligida ham, qo'lini ingichkaligi, hattoki yuzida ham farqi bor. Ya'ni